Xitayning Turkiyədəki Uighurlarni jasusluk qilishga majburlanganligi oshkorlandi. BBC Türkçe bölümünün xəbər qilishçə, WhatsApp uçurları və Xitayning İstanbuldakı konsulxanası bilan bo'lgan suhbat xotirlarida hökumət dairələrinin muhacirətdəki başqa Uighurlar haqqında uçurğa eriş üçün pul yoki Xitay lagerlariga qamalgan oilasidagilar bilan aloqalashish fursati va'da qilganligi ko'rsatilgan. Xəvərdə Türkiyədə 30 mingdek Uighur yaşaydiganligi və ularning ko'pinchisining qochib chiqishga majbur bo'lganligi ilgari surilgan. Javlon Shirmamit nomli 29 yoshli Uyg'urning aytishicha, 2011-yili Javlon oliy maktab o'qituvchisi sifatida Turkiyaga kelgan bo'lib, 2016-yili oxirgi qatam Sharqiy Turkistonga borganda Xitoy maxfiy xodimlari uning bilan ko'rishishni talab qiladi va Turkiyaga qaytgandan keyin aloqalashib turishni aytadi. Bu gazetning ziyoratini qabul qilgan va ismini oshkorlashni xohlamagan boshqa Uyg'urlarning bildirishicha, Xitoy xodimlari ulardan Turkiyadagi Uyg'urlar haqida uchur berishni talab qilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan zulmiga doir yangi uchurlar o'ttirg'a chiqmoqda. Sayragul Savutbay ismli bir o'qituvchi va doktor kitobida Sharqiy Turkistondagi musulmonlarning ulug' kunlarda choshqago'shi yeyishga majburlanganligini bayon qildi. 2 yil jazo lagerlarida tutib turilgan va qo'yib berilgan Sayragul Savutbay kitobida jismiy, jinsiy parakandichilik va majburiy tug'mas qilib etish qatorliqlardan boshqa musulmonlarning yana qanday xo'rliqlarga uchraydiganligini bayon qildi. Sayragul Savutbay tushuntirib mundaq dedi. Bo'libmi jüməkunü Uighurlarni choshqago'shi yeyishga majburlash uchun tanlandi. Balalar bo'lsa, yeslilarda haqsiz tomoq nomida choshqago'shi yeyishga majbur bo'ladi. Xəvərlərdə Uighur Avtonom rayonining raisi Shuhrat Zakirning 2019-yili 11-oyda Avtonom rayonini cho'shqa baxmachilik bazasiga aylantiramiz deganligi, lekin Uighurlarning buni turmush usulimizga xiloflik deb qarayotganligi ta'kidlangan. Xitayning g'arbiy janubidagi Chongqing shahrida 18 ishchi bir qonunsizkömürkanada karbon oksid gazidan zəhərlənib o'lgan. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, tönügün shu yer vaqti soat 17da qutqizish xodimlari Chongqingning Yongchuan rayoni Diaoshidong ko'chasidagi ko'mürkanda uskunlarni bo'shatayotganda 24 ishchi karbon oksid miqdorining o'rilishi sababidan qopsilib qolgan. Doiralar qutqizish xizmati natijasida qopsilib qolgan va gazdan zəhərləngan ishchilardan 18 nafarining qazo qilganligini e'lon qildi. Doiralar bu konning 2 oy ilgari taqalganligini e'lon qilgan. Bundan burun 9 ishchi 9-oyda Chongqingdagi Songsao ko'mürkanida karbon oksid miqdorining haddidan ziyoda oshib ketishi sababidan o'lgan. Egilanishicha, Xitoyda har yili konchilik kasbida yuz bergan hodisalar sababidan 5 mingdan ortiq odam qazo qiladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo 4-dekabr bayonot e'lon qilib, qo'rqitish yoki tahdidlash vositalarini qo'llangan Xitoy Kommunistik partiyasi Birlik bölümü xodimlariga viza cheklimisi yo'lga qo'ydiganligini e'lon qildi. U bayonotida Xitoy Kompartiyasi Birlik bölüm xodimlari chet el tashkilotlarini mablag' bilan qo'llash orqali kommunizm tashviqoti qilyotidi. Shundaqla Xitoy siyosatiga qarshi turganlarni qo'rqitib, bo'za qilyotidi deganlarni bildirdi. Mike Pompeo bayonotida o'zining viza cheklamasini davomli yurgizib, xalqaro nizomga xiloflik bu xil harakatlarning Amerikada qarshi e'linmaydiganligini aniq ifodalaganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi buning oldida Xitoy Kompartiyasi a'zolariga va ularning oila tavobatlariga viza cheklamasi qo'yadiganligi, ularning sayohat vizasining 1 oy bilan cheklanadiganligini e'lon qilgan edi. خەلقئاراپۇتبولچىلار بىرلەشمىسى 2021-yillik klub dunyo lo'ngqisiga Yaponiyaning sohibxonlik qiladiganligini e'lon qildi. Xalqaro futbol birlashmasi e'lon qilgan bayonotida ilgari Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan Wuhan virusi yuqumi sababidan kechiktirilgan bu musobaqaning 2021-yili 12-oyda Yaponiyada o'tkazilganligi bayon qilingan.